Salom tinglovchim. Bugungi aytib bermoqchi bo'lgan ikki xil voqeam mo'jiza tufayli omon qolganlar haqida. 2018-yil 5-iyul kuni tongda 23 yoshli Angela Fernandes Jeep Patriot rusumli mashinasida AQShning Kaliforniya shtatidagi uyidan boshqa shtatda yashovchi opasi Izabelnikiga yo'lga chiqdi. Portlandda yashovchi Angelaga opasini uyi Lankastergacha yetib olish uchun 1500 kilometr yo'lni bosib o'tish kerak edi va yo'l davomida dam olish uchun bir necha to'xtashlar qilishi kerak edi. Shu kunning o'zidayoq Angela Half Moon Bay qirg'oq bo'yi kichik shaharchasiga yetib keldi. Kech tushganligi sabab yo'lni davom ettirmasdan yaqindagi kafedan tushlik qilib, mashinasida tunni o'tkazishga qaror qildi. Ertasi kuni saharda Angela uyg'onib, opasiga qo'ng'iroq qildi. U hozir Half Moon Bay shaharchasidan yo'lga chiqayotganini va 6 soatdan so'ng unikida bo'lishini xabar berdi. Bu Angelaning opasiga oxirgi qo'ng'irog'i edi. Angela aytilgan vaqtda yetib kelmaganidan xavotirga tushgan opasi unga tinmay qo'ng'iroq qilishni boshladi. Biroq telefon javob bermas va bir necha soatdan so'ng butunlay o'chgani haqida SMS keldi. 2 kunlik natijasiz kutishdan foyda yo'qligini anglagan va sarosimaga tushgan Angelaning opasi Izabel politsiya bilan bog'lanib, bo'lgan voqeani aytib berdi. Politsiya xodimlari qidiruvni boshlashlarini aytishdi. Angela oxirgi marta aloqaga chiqqan joyidan opasini uyigacha bo'lgan masofa 600 kilometrlarni tashkil etardi. Bu qidiruvchilar uchun juda katta masofa edi va qidiruv uchun vaqt talab qilardi. Politsiya xodimlari Angelaning telefonidagi signal oxirgi marta Half Moon Baydan 100 kilometrlarcha o'tgandan so'ng Santa Cruz shaharchasida paydo bo'lganini ko'rishdi. Shahar chegarasidagi oxirgi yoqilg'i shoxobchasiga borishganda esa Angela 6-iyul kunduzi u yerdan mashinasiga yoqilg'i quyganini kameralar orqali ko'rishdi. Qidiruv maydoni okeanga tushuvchi tik qoyalardan iborat edi va bu ishni yanada murakkablashtirardi. Qidiruv katta masofani tashkil etsa-da, politsiya departamenti vertolyotlar va mashinalarda 2 kun davomida Lankastergacha bo'lgan maydonni tekshirishdi. Biroq qidiruvlardan hech bir natija yo'q edi. Mashina ham, uning ichidagi Angela ham izsiz g'oyib bo'lgandi. Vaqt katta ahamiyatga ega bo'lib, agar uni topisha olmasa, bo'lgan hodisa fojia bilan tugashi ham hech gap emasdi. 13-iyul kuni kechlikda er-xotin Chelsea va Chet qirg'oq bo'yida aylanib yurishganda uzunligi 60 metrlarcha keladigan tik qoya pastida bir uyum metallga aylangan mashinani ko'rib qolishdi. Mashina zarbdan qatlanib ayanchli holga kelgan edi. Kimdir bu mashinadan tirik chiqishi amri mahol edi. Er-xotin mashina tepaligidan tushib ketgan bo'lsa kerak deb gaplashib o'tirishganda ayol qichqiriqlarini eshitishdi. Ne ko'z bilan tepaga qarashganda qoyaning teparog'ida oyog'i jarohat olgan, o'zi esa holsizlikdan hushidan ketay deb turgan Angela o'tirardi. Chelsea va Chet zudlik bilan 911 yordam liniyasiga qo'ng'iroq qilib, qizning oldiga ko'tarilishdi. Ular yordamni kutib o'tirishganda Angela bo'lgan voqeani aytib berdi. Yoqilg'i shoxobchasidan chiqqanimdan so'ng taxminan yarim soatlar o'tib, mashinani haydab ketayotganimda kiyik bolasi yo'l ustiga yugurib chiqqanini ko'rdim. Uni urib yubormaslik uchun beixtiyor rulni chapga qarab qoya tomonga burib yubordim. Halokat bir necha soniyalarda sodir bo'ldi. Tezlikni pasaytirmaganim sabab tik qoyadan pastga mashinamda qulab ketdim. O'zimga kelib ko'zimni ochganimda qoya pastida mashina ichida edim. Hamma joyim va ayniqsa bir oyog'im tinimsiz og'riyotgan edi. To'lqin kuchli bo'lganligi uchun u mashinani okeanga olib ketsa kerak deb o'ylab, mashinadan chiqib teparoq qoyaga borib o'tirdim. Angela mo'jiza yuz berib omon qolgandi. Bunday tepalikdan yiqilib tirik qolishning o'zi katta mo'jiza bo'lsa kerak.
Anjelaning mashinasi ichida faqatgina bir shisha suvi bor edi. U yeyishga hech narsa olmagani uchun 7 kun davomida o'sha suvni ora-orada ichib o'tirgan. Shu 7 kun ichida u qancha baqirmasin, uni hech kim eshitmagan va u yordamni kutishdan boshqa iloji bo'lmagan. Tez yordam kelganda Anjela behol bo'lsa-da, qutqarilganidan bag'oyat xursand edi. Uni vertolyot yordamida kasalxonaga yetkazishganda esa hech qayeri sinmagan, oyog'i esa salgina lat yegani ma'lum bo'ldi. Politsiya Anjelaning tirik qolganining asosiy sababi u rulda bo'lgan paytda kamari taqilgan holatda bo'lganidan deb aytishdi. Politsiya darhol opasi Izabelga Anjelaning sog'-omon topilganini yetkazishdi. Izabel kasalxonaga yashin tezligida yetib keldi va opa-singil bir-birlarini ko'rib, quchoqlashib, baxtiyorliklaridan yig'lab yuborishdi. 2017-yil 7-mart kuni Londonning uylaridan birida 4 kishidan iborat oila kunini har doimgidek boshladi. Claudia Sharma va uning uchala kichkina o'g'ilchalari nonushtaga tayyorgarlik ko'rishayotgan edilar. 2 katta farzandi Roman va Samuel egizaklar bo'lib, endigina 4 yoshga kirgan edilar. Kichik farzandi Deni esa hali 6 oylik chaqaloq edi. Nonushtadan so'ng Claudia egizaklarni televizor oldida qoldirib, o'zi kichkinasini tagligini almashtirish uchun bolalar xonasiga kirib ketdi. Televizor ko'rib o'tirgan Roman eshik tirqishidan onasining yerda yotganini ko'rib qoldi. U yugurib kelib eshikni kattaroq ochganda esa Claudia yerda ko'zi yumuq holda qimirlamay yotganini, chaqaloq ukasi esa uning atrofida emaklab yurganining guvohi bo'ldi. Kichikligiga qaramay, Roman onasining oldida yotgan telefonini olib, Claudianing barmog'i yordamida telefon kodini ochdi. Hamma iPhone'larda ovozli yordamchi Siri borligini bilsangiz kerak. Claudia ham telefonida yordamchi Siri'ni sozlab qo'ygandi. Bolakay ham bundan xabardor edi. U telefonni oldiga qo'yib, "Salom Siri, meni zudlik bilan yordam liniyasi bilan ulagin" dedi. Siri avtomatik tarzda 999 yordam liniyasiga qo'ng'iroq qildi. AQShda 911 yordam liniyasi bo'lsa, ko'plab Yevropa davlatlarida ham shunaqa faqat 999 liniyasi mavjud. Qo'ng'iroqqa shu zahotiyoq yordam liniyasi operatori javob berdi. Hello, I'm Roman. Okay, where's your mummy? She's at home. And where are you? At home as well. Can you do me a favour? Can you go and get mummy? She can't. You said mummy was there. What do you mean she's... It means that she's closing her eyes and she's not breathing. Right, so do you know where you live? Road 22. Can you go to your mummy and shake her for me? She's not waking up. Give her a good shake. Shout out, mummy. Mommy! It didn't work. Are you in Kenley? Yes, Kenley. What is your name? Roman. Operator bolakay bilan suhbatlashayotgan paytda telefon signali qaysi hududdan kelayotganini darhol aniqlab, zudlik bilan manzilga tez yordam va politsiyani yubordi. 12 daqiqadan so'ng tez yordam va politsiya xodimlari uy ichiga kirib kelishdi. Claudiani hushiga keltirgan tez yordam xodimlari uni ko'rikdan o'tkazish uchun kasalxonaga olib ketishdi. Claudiaga o'pka shamollashi tashxisini qo'yishib, unga davolanish uchun dori-darmonlar tayinlashdi. Agar o'g'li vaqtida yordam liniyasiga qo'ng'iroq qilmaganda, oddiy ko'ringan hodisa fojia bilan tugashi aniq edi. Keyinchalik London politsiya mahkamasi bolakay va operator o'rtasidagi bo'lgan telefon yozuvini ommaga o'rnak bo'lishi uchun internet sahifalariga joylashtirdi. Claudia esa jurnalistlarga bergan intervyusida bolalari bilan tez yordam o'yinini o'ynayotganda har safar aynan shu tarzda tez yordam chaqirish mumkinligini uqtirgani haqida aytib berdi. Onasini qutqargan 4 yoshli bolakay Roman esa tez orada internet qahramoniga aylandi.